Je ne prépare des Croissant et bien français la mission. ya'ni u sharoitida Fransuz croissant ponchikini tayyorlaymiz. bismillah deb un, shakar, dro'ji, tuz, Tuxum, sut solib, mikser yordamida xamir tayyorlaymiz. massamiz xamir holatga kelgandan so'ng Xona haroratidagi 82% sariyog'imizni olamiz. Yetilgan xamirimiz videoda ko'rsatilgan tayyor holatda zuvalaimizni bo'ladi. biroz ochib, Strichka o'rab, muzxonaga 40 daqiqaga qo'yamiz. so'ng xamirimizni olib, to'g'ri to'rtburchak shaklda yoyib olamiz. Cheklarini kesib, lineyka yordamida 10 cm qilib o'lchab kesib olamiz. So'ng kurasan shaklida o'rab olamiz. Tayyor kruassanlarimizni listga terib, Qizdirilmagan duxovkaga 2 soatga qo'yib qo'yamiz. oshib chiqqan kruassanlarimiz xuddi shu holatda tayyor bo'ladi. Haqiqiy kurasan ponchiklarini tayyorlash uchun yog'imizni 70-80 gradusda qizdirib olishimiz kerak. Qizigan yog'imizda ponchiklarimizni 2 daqiqa u tarafi, 2 daqiqa bu tarafini qilib pishirib olamiz. Tayyor pishib chiqqan ponchiklarimizni shakarga bulg'ab olamiz. Nachinkasiga shokolad va patisser kremdan foydalanamiz. Yumshoqqina nachinkalar oqib turadigan ponchikimiz tayyor bo'ldi. Deb yoqqan bo'lsa, bizni duo qilishni unutmang va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.